Falakat kelin. Choydan iching begim. Har kuni issiq choy ichaman. Voy, unaqa meni uyaltirmaydi. Voy, ja issiq emas-ku. Daryodan oqib keladi marvarid. Voy. Su, qarashga olayapti. Tingla. Voy sharmanda, hammasiga shu kopda aybdor. Voy, headshot. Begim, sizga choy olib keldim. Ay yasha. Beparosat issiq kunda issiq choy olib kelasanmi? Voy, unaqa demang. Seni falokat odatlaringni bilib qolganmanmi? Voy, men unaqa falokat demang. O neydi? Qirsiq ekan-ku. Ay, qo'lim. Ada bir gap aytsam noto'g'ri tushunmaysizmi? Gapir bolam. Xotinim, ya'ni keliningiz falokatmi deyman. Nega unaqa deysan? Bir ish qilsa bir balon boshlaveradi. Hattoki oldingizdan o'tsa-hamchi falokat bo'ladi, ishoning. Assalomu alaykum adajon. Va alaykum assalom. Qo'ysangchi. Ay, yetdim ko'p falokatli bu. Falakat kelin. Bu nimaga qarshi ukol? Bu ukol qo'yi gijjasiga qarshi ish qilib ukol qila olasanmi? Ha, qilaman. Tiqaqoyi. Menga tiqib qo'yding-ku. Ana endi gijiz bo'lmaydi. Hozir bu jo'rani qo'yayman. Voy, bobolarim meni $300 ga oldi be. Voy, bittasi ikkitani dovul qildim. Men chaqirdim onasi. Duxovkani tagi yonmayapti. Bo'pti, qachdi. Duxovkani pasini yoqib yuborchi. Voy, rostdan ham pas ishlamayapti. Boshingiz qizmayaptimi? Yo'q. Boshingiz og'riyapti. Falokat. Duxovkani tepasi yoqmadi. Namuncha boshingiz qattiq patnisimi pachoq qildingiz. Hadi. Voy, yana dovul qildim. Ada, tez bo'ling. Hozir xotinim kelsa bir falokatni boshlaydi. Bo'ldi. O'z kelindasidan sog' joyim qolmadi. Assalomu alaykum adajon, yaxshi o'tiribsizlarmi? Va alaykum assalom. Ada, qari, xotinim kelgan bo'lsa ham falokat bo'lmadi. Kelinimni falokat aribdi. Nega meni doim falokat deyaverasiz? Tavba. Voy. Ada, falokat aribdi-ku buni qali. Voy, bunisi endi hat-trick bo'ldi. Falakat kelin. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Nega boshingizga kaska kiyib oldinglar? Endi bilib bo'lmaydi, nimadir boshga uchib tushishi mumkin, o'shaning uchun kaskani kiyib oling. Men sizlarning uylarga tug'ilgan kunga kelganman. Nimaga kaska kiyaman? Yetmadi demay mehmon. Svitni o'chirib qo'ydinglarmi? Kaska. O'shaning uchun otam aytganlar qilib kaska kiyib olish kerak edi. Mehmon kaska kiymamidilar? Buni qilaman desam, buni qayerga qo'yishni bilmayman chiroyli. Keling adajon, men ishlab turaman chironi. Keling, siz ishlaringizni qiling, men o'zim qilaman. Mayli, o'zingiz bilasiz. Sanki falokat bo'lgandan ko'ra bo'ynimga ilib ola qolaman. Voy, agarda hozir mashina o'rab olib qo'ymasam, adajon menga o'xshab qoqilib tushadilar. Tushunmadim, o'ralib qo'yganmi? Voy, kelin. Yaxshiyam shu shlem bor ekan. Falokat. Odam payponi bir poyi yaxshi hurmatli dazmol bosib yubar. Ha bo'ladi. Ya nima bo'ldi? Tinchlikmi? Oyog'im kuydi. Ey, adajon, shuni o'g'lingizga bundoq ota bolani bir xil muhrladim. Yo'q, sen o'g'il bola bo'lib shashlik yeysiz. Anam tortib qopti dadam.
Olovlar hukmdori keldi. Bunga benzin septish kerak. İşe bir de. Voy ada, kirimiz. Hayotingni saqlab qoldim. Yaxshi, biznesni bormadi bolam. Kimni dabdala qildi? Mayli, yangisini olib beraman. Bolam, xotining magazinni yoqolmasa bo'ldi. Adajonim, Manhattan do'konida shunaqa ajoyib finkalari bor ekan. Razmerlari, ranglaridan ham bemalol topasiz. Narxi atigi 109 ming so'm. Nafaqat finkalar, balki shimlar ham bor. Narxi atigini 89 ming so'm yozganman-siz. Ko'rib turgan barcha taftishchilar atigi 99 ming so'mdan sifati dahshat. Bu chegirmalar Manhattanning barcha do'konlarida amal qiladi. Ota bolaga bir xil qilib olib beraymi? Oyog'imiz kuygandan beri tapchi kiyadigan bo'lib qoldik. Shuni o'ziga olib qoling. Voy sharmanda, aka va yiqitganlar hammasiga hisoblaydi. Yechib oling. Vela ciao, vela ciao, ciao, ciao. Men sevaman, Harakat kelin. sen sevasan. Sichqim olgan balki bittu. Suyulmang, tavba. U palakat, bitta. Nimaga meni doim palakat deyapsiz? Bitta o'ptirganingda shu palakat bo'lmasdi. Ertalabdan bochim bor. Birinchisi. O'san juvan olib kelvaring. Shu senincha palakat chiqdi-da. Adajon, nima qilyapsiz? Sevara to'g'irlonmi? Ha? Adajon, o'san sizga javobida. Fatli, unaqa. Aylantir. Vela ciao, Bir, ikki. Dubl qildim. Ikkita ustunni qo'yib navas qilamiz. Adam buni turmayapti-ku. Arqon bo'ylab nargi ustunga qotir qo'ylaring. Kalla bilan. Qaysi palakat bog'lab qo'ydi buni? Befarosatlash. Bir, ikki, uch. Oh, uchtasi ag'anabdi. Hetrik kech qolguncha poker qilaman. Tez so'ramasa chalab tez. Menga teg'iz olmading. Palakat. Bir, ikki, uch, to'rt. Oh, to'rtta poker qilib. Palakat kelin. Adasi, ne palakatga o'xshab meni oyog'imni tagida o'ralashib yotibsiz? Adajon, ne kaktus ushlab oldingiz? Qo'lingizni olib turing, suv quymaling. Hozir chiqonlarni qiraman, shu pishloq bilan. Paysahani bitta joyga qo'ymaysanlar. Voy qornim. Adasi, pishloq yeyman demisizmi? O'zim berardim. Nega sichqonnikini oldingiz? Qo'tir bolam. Xotining o'tib ketsin. Bu bizning palakat bo'ladi. Voy, ikkita erkak kishi bitta kirmoshinani ko'tara olmadinglarmi? Tavba qildim. Kirboshini sindirding. Mayli, o'zim zo'rini olib beraman. Ay, qaramaysanmi? Qani tushmaysizmi? Kelin bizni qanqa olib keldingiz? Adajon, shunda san'atchilar Nazarbek mostiga ketayotganingizda chap qo'lingizda 9 etashkali uylarning birinchi qavatida diskont magazini bor. Bu yerda hozir 0012 aksiyasi ketyapti. Olg'a! Olg'ada o'tib ehtiyot bo'lish kerak. Adajon, esa kirmoshinani qarang, qop-qora rangli 8,5 kilolik. LG bilasizmi, 12 oyga 799 mingdan. Aytganda Adajon, 12 oyga 289 mingdan ham kirmoshina olib ketsangiz bo'lar ekan. Mana qara, iPhone 17 Pro Max 256 12 oyga 2 million 199 ming so'm ekan. Eng muhimi, o'zim xohlagan uchquranga bir xil narx ekan. Bolam, qara, Premier televizor 55 talik, 12 oyga 399 ming. Olib bersalaring futbol ko'rardim bolam. Lekin dahshat ekan. Ada, bu aksiyalar 13-maydan 22-maygacha disko do'konlarining barcha filiallarida amal qiladi. Qo'yin. O'la palakat.
Ada, uyning narsalarni sug'urta qilib qo'ymasak bo'lmaydi. To'ppa to'g'ri bolam, birinchi bo'lib mani hayotimni sug'urta qilib ber bolam. Хорошо, все будет хорошо, все будет хорошо, я это знаю. Harakat, kelin. Ajiya, chet eldaligimda uylanib olibsan, kelinim o'zi yaxshimi? Keliningiz tilla, xotin tog'am keldilar. Assalomu alaykum tog'ajon. Ey tog'am, nima qilib qo'yding tog'am? Men qayerdan bilay, o'zlarini davleniyalari bor ekan, tavba qildim. Keliningiz qalay ekan tog'a? Jiya, men uyga keta qolay. O'zi yaqinda keldingiz-ku. Turing, yuz qo'lingizni yuvib oling. Tog'a yuzlarini yuvib bo'ldi. Men sochim. Shuna. Yosh bolamiz, siz bering, men tavba qildim. Boshimni poyladimi, kelin? Headshot bo'ldi-yu. Omey. Boshim Siz qon chiqib o'lasiz. boshim aylanib ketyapti-da, jiya. Menga qara, o'zi davlini o'chashni bilsam, g'alati bo'lib qo'llar ko'karib ketdi-ku. Bilaman, 3 yil kollejda o'qiganman. Jim turing, pulsini eshitolmayapman. Jiya, o'ng qo'limni kesib tashladinglarmi? Regulardan tog'a? Sezmayapman. To'xta. Tog'alardan naro yurgin, tushundingmi? Uylarga sog' salomat ketsinlar. Palakat. Hali ko'rsatib qo'yaman kim palakatligini. Hozirlik ko'rsatib qo'yaman. Tayyor bo'ldi. Ay, oyog'im kuydi. Pul o'lsin, tog'a pul o'lsin. Tog'a, bus-butunligingizni yuzga yetib ola qoling, 5 oling bo'pti. Qo'l ishlamayapti, jiya. Tog'ajon yana kelib turing, ha? Boshqa qaytib kelma, kelin. Xotin, bugun yig'ilgan hamma palakatlaring tog'am gurda men ko'rmadilar, palakat. Voy, bir chiris qilsin, palakat emasman. No, now you know, nigga. Tog'a, tog' temani bo'lib ketdi. To all the ladies in the place with style and grace, allow me to. Harakat, kelin. Tog'a endi 3 oy kanikul siznikida bo'laman. Barakalachi-ya. Kenayim qani ko'rmaydilar. Hozir ko'rasan. Ha, yo'q, his qilasan. Gilam to'g'irlab qo'yaveraman, kimdir shunaqa qilib yig'ib qo'yaveradi. Tavba qildim. Kim edi bu tog'a? Kelay, his qildingmi? Gilam ustida nima bor edi? Jiyani ham palakat ekanda. Bir yoshni esa o'ylaymiz-da. Ketdi. Jiyani bor demaydi, uyatsizlar. Ko'tara olmas ekan. Siz nima qilib o'ynab yuribsiz? Ha tog'a, siz ham yiqildingizmi? Qonim ochdi. Kenayim qattiq ekanlar, ha? Kenay nima qilyapsiz? Mana ushlab turing. Seni nima qildi? Mana ushlab turing. Jiyaningiz ham shuni ushlab oluvdi. Dudirlar. Men tushmayaptimi? Tushmayaptimi? Bering, buni mana nima qiladi? Sen jinnimisan, xunaning qursin. Tur, tog'aga qara. Jiya, imkon bor uyga keta qolasanmi? Ketaman. Jiya, o'g'lim sog' salomatmi? O'g'lingizmi? Mana soppasa o'tiribdi. Uyga kiring, tog'a. Yo'q, jiya, kelindan qo'rqaman. O'zinglar bu yoqqa chiqaveringlar. Keliningiz uyda yo'q, qo'rqmay kiring, tog'a. Assalomu alaykum tog'ajon. Jiya, kelin keldi. Xush kelibsiz tog'ajon.